Assalomu alaykum. Andijon viloyatida 2026-yilning shu davriga qadar iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatishni yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Viloyatda aholini toza ichimli suv bilan ta'minlash darajasini oshirish, xizmatlar kamrovini kengaytirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada abonentlarni zamonaviy hisobga olish tizimiga o'tkazish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan 2026-yilning birinchi choragi davomida 15874 ta suv hisoblagich uskunalari o'rnatildi. Natijada 2026-yil 1-yanvar holatiga 543933 ta abonentdan 360975 tasi hisoblagichlar bilan ta'minlangan bo'lsa, 1-aprel holatiga kelib bu ko'rsatkich 376849 taga yetdi. Umumiy abonentlar soniga nisbatan qamrov darajasi 70% ni tashkil etdi. Sohada qabul qilingan dasturiy hujjatlar doirasida belgilangan vazifalar ijrosi ham izchil ta'minlanmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilda qabul qilingan 343-sonli qaroriga muvofiq 9 ta tumanda jami 16900 ta suv hisoblagichlar o'rnatish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunga qadar 1500 tasi o'rnatildi hamda 1000 tasi yagona elektron bazaga biriktirildi. Energiya resurslaridan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Shu maqsadda birinchi chorak davomida 40 ta ma'nan eskirgan elektr hisoblagichlar zamonaviy turdagisiga almashtirildi. Shuningdek, elektr energiyasi sarfini optimallashtirish maqsadida 90 ta vaqt relaylari o'rnatildi. Infratuzilmani yangilash va ishonchliligini ta'minlashga qaratilgan ishlar ham izchil davom etilmoqda. Jumladan, 110 ta eskirgan inshoot rekonstruksiya qilindi. Shu bilan birga 11 ta eski nasos energiya tejamkor nasoslarga almashtirildi. Tumanlarda ta'mirtalab bo'lgan 10 ta transformator ta'mirlanib, qayta ishga tushirildi. Hududlarda ichimlik suv ta'minotini yanada yaxshilashga qaratilgan yirik loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Xususan, Jalaquduq tumani markazida 3 ta inshootni rekonstruksiya qilish, 24 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortish hamda 1100 ta xonadonga suv yetkazib berish ishlari olib borilmoqda. Qiymati 10 milliard so'm bo'lgan mazkur loyiha natijasida 8 ta mahallada yashovchi aholining suv ta'minoti sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda. Yuqorida amalga oshirilgan ishlar aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, tizimning barqaror faoliyatini ta'minlash va zamonaviy infratuzilmani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.